Uzoq yo'limizdan bizaga yana katta partiyada asallarimiz kirib keldi. Juda ham ko'pchilik so'raganda asalli qizlarjonlar bemalol zakazlanib berib yuborsanglar bo'ladi. Toza asalli ko'ninglarni xotirjam qilib bemalol ovrasizlar. Mana men bitta ko'rayotgan bo'lsanglar, mana anaqalarigacha turibdi, asalarini nimalarigacha turibdi. Bemalol ulgurib olinglar. Qatta asali bu adasi e'tiboring. Xorazmdan keldi. Xorazmdan kelgan asallarimiz. Cho'lidan, Xorazm cho'lidan kelgan, bularni asobiy tanishlari olib kelib berdi. Xudo xolasa mazza qilib ishlatishinglar uchun har doimgidek sizlarni o'ylagan holatda narxlarni ko'tarmadik va yarim kilosini hali ham 50 mingdan qilib beryapmiz. Ulgurib olinglar. Shunaqa mazza qilib yeysizlar. Ayniqsa hozir kun salqinlashib qoldi, hamma asal yeydigan vaqti kelib qoldi. Shuni inobatga olib bemalol zakazlarni